Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi Uston akamiz Xiva tumanida bo'ldi. Shu xonadonda shunday kuxonli mebellar ishlab berdik. Kuxonli mebelni ko'rishingiz mumkin. Korpus qismlari va o'rta qismlarini yog'och svetda ishlab berdik. 3 qismdan iborat bo'ladi mebelimiz. Balandchi qismini, pastki qismini seri svetda akrillarda ishlab berdik. Mebelimiz ko'rishingiz mumkin, shu 3 metr bo'ldi. Mebelimiz shu variantda bo'lib chiqdi. Bu mebel tanlaganda nolaga ahamiyat berishdi va narxlarni qo'llagancha tushuntirib o'tsam sizlarga. Kuxonli mebelimiz standart razmerda bu 3 qismdan iborat bo'lsa 3 million so'mdan bo'ladi. Standart razmer deganda ko'rishingiz mumkin, o'sha yerdan 250 bo'ladi. O'rta qismi, ba'zi o'rta qismi 1.7 sm bo'ldi, 3 metr bo'ldi. Agar har bir qo'shilgan santimetrga pul olamiz biza qo'shimcha 10 santimetr qo'shilsa metrini 100 ming so'm olamiz. Misol uchun 260 bo'lsa 3 million 100 dan ishlab beramiz. Bu bahoga nollar qo'yilganini qo'llagancha tanishtirib o'tsam, yaxshi stollardan qo'yib beramiz, eng yaxshi stollardan, full mo'lchalardan qo'yib beramiz. Shu shulkalar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz shu variantda olib chiqdi. Gazonni olib, itishlarni ishlatib berdik. Telanli lampalarni qo'yib berdik. Mexanizmlari yaxshi mexanizmlar bo'ladi. Tandem skritli mexanizm 30-40 yilgacha garantiya ko'taradi. Mebel tanlashda ko'pincha eng muammo bo'ladigan mexanizmlarni yaxshilardan qo'yish kerak, stol qismidan yaxshisidan qo'yish kerak. Bu stolimiz qalin eran stollari bo'ladi. 100% eshiklarimiz plastik bo'ladi, ishlanma bilan birga. Bu yerda xolodilnik uchun joy qoldirdik. Mebelimiz shu variantda 3 metr bo'ldi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlaringizga murojaat etaverasizlar. Telefon raqamlarini kommentariy описаниеda qoldiraman, bemalol telefon bog'lanishingiz mumkin. Mebel haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mebelimizga, o'sha mebelimizga biz 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Agar mabodo mexanizmlar tushib qoladigan bo'lsa, yoki stol qismlari chishib qoladigan bo'lsa, besplatniy servis bo'ladi. Almashlab, tozalayib uzatib beramiz. Dastlabki uстановка Xorazm bo'ylab besplatniy bo'ladi. Bug'an Qoraqalpog'iston 4 yil va berunlar besplatniy bo'ladi. Qolganlariga kelishilgan narxlarda olib borib uстановка etib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tirib beramiz.